Assalomu alaykum, hurmatli talabalar hamda tomoshabinlar. Demak, iqtisodiyotda axborot kommunikatsiya texnologiyalari va tizimlari fanining 15-darsi turizm faoliyatini kompleks avtomatlashtirishning axborot tizimlari haqida gapirib o'tib ketamiz. Har doimgidek Malik Ruslan Ragovich va quyidagi rejalar bo'yicha to'xtalib o'tib ketamiz. Birinchisi global bron qilish tizimlari haqida, ikkinchisi turistik ofis tizimlari haqida gapirib o'tib ketamiz. Aynan bu yerda ko'proq ishlatiladigan tizimlar va u nafaqat mahalliy, balki global keluvchi turistlar uchun qanday imkoniyatlarni taqdim etish jarayonlari bo'yicha ham qisqagina gapirib o'tib ketamiz. Demak, global tizimlar haqida umumiy ma'lumotlar beradigan bo'lsak, bu global tizimlar xizmat ko'rsatuvchi provayderlarda, ya'ni aviakompaniyalar, mehmonxonalar, turoperatorlar, temir yo'llar va boshqa ishonchli va samarali dunyo bo'ylab tarqatish imkoniyatlarini taklif etuvchi tizimlar bo'lib hisoblanadi, aynan global tizimlar. Va aynan global tizimlardagi sayyohlar agentliklari va tijorat byurolari ulkan mijozlar bazasini kiritish imkoniyatini beruvchi qismga bo'linadi. Va ulanish turlari, demak, ajratilgan kanallar orqali to'g'ridan-to'g'ri ulanish mumkin. Masalan, veb-saytlar orqali ulanish yoki bo'lmasa ma'lum bir administratorlar yordamida to'g'ridan-to'g'ri telefonda gaplashish imkoniyati va telefon raqamlarini terish orqali va internet orqali ulanish. Mana shunday jarayonlarni o'z ichiga olib ketadi, aynan ulanish turlari. Va keyingisi asosiy xususiyatlari haqida gapiradigan bo'lsak, maxsus terminallar orqali ishlash. Buyurtmalarga asoslangan texnologiyalar, real vaqt rejimida bron qilish tizimlarini ham o'z ichiga olib ketadi. Aynan CRS, ya'ni kompyuterni bron qilish tizimi bo'lib hisoblanadi. Aynan mana shu qisqagina inglizchasiga qisqagina olingan CRS tizimi bo'lib hisoblanadi. Ya'ni kompyuterda bron qilish tizimi. Tarix haqida gapiradigan bo'lsak, CRS tizimi 20-asrning ikkinchi yarmida ma'lum bir aviakompaniyada aviachiptalarni bron qilish uchun paydo bo'lgan tizim bo'lib hisoblanadi. Unda terminallar to'g'ridan-to'g'ri avia kompaniya ofislariga o'rnatiladi va ular orqali nechta chipta sotilgan, nechtasi qaytgan va nechtasi bron qilinganligini ko'rsatish uchun ishlatilgan. Va CRSning asosiy vazifalaridan bittasi bu aviakompaniyalardagi resurslarni boshqarishdan iborat bo'ladi va integratsiyalarni tizimli sifatida, demak, ishlash, agentlar tarmog'i orqali chiptalarni sotish bir yoki bir necha tashuvchilarga xizmat ko'rsatishdan iborat bo'ladi. Misol uchun mana dunyodagi eng mashhur tizimlardan biri CRS, Gabriel degan qismi bor. Aynan mana shu aviakompaniyani ham misol keltirishimiz mumkin bo'lib hisoblanadi. Va undan tashqari, demak, CRS haqida gapirdik, ya'ni biz kompyuterda bron qilish tizimi haqida gapirdik. Endi esa demak GDS bor, global tarqatish tizimi bo'lib hisoblanadi. Aynan u yordamida to'g'ridan-to'g'ri xohlagan davlatdan xohlagan davlatga mahsulotlarni yetkazish, nafaqat yetkazish, balki to'g'ridan-to'g'ri bron qilish amallarini ham bajarib boradi. Ya'ni bu yerda GDS aviakompaniya resurslarini joylashtirish bilan emas, balki havo transportlarini neytral agentliklarni sotish bilan shug'ullanadi. Ya'ni agent bilan marshrut tanlash, narxlarni belgilash, transport sotish bo'yicha, demak, barcha dialog tizimlarini, ya'ni oynali interfeysga o'xshagan tizimlarni har xil tillarda amalga oshirish imkoniyatini beradi. Shulardan bittasi aviakompaniyalar. Bularda demak aynan 700 dan ortiq reyslarni bron qilish imkoniyatini ham berib boradi. Va mehmonxonalar dunyo bo'ylab 10 minglab, millionlab mehmonxonalarni bron qilish imkoniyatini ham beradi. Demak, qo'shimcha xizmatlari avtomobil ijara olish, sug'urta, temir yo'l, paron, tadbirlar, chiptalar va hokazolarni ham keltirishimiz mumkin bo'ladi va global qamrab olish bu 100 minglab sayyohlar agentliklari terminallariga ulanish imkoniyatini ham beradi. Aynan global tarqatish tizimi. Va
Amadeus tizimini ham keltirishimiz mumkin. Bu bron qilish tizimi bo'lib hisoblanadi. Amadeus.com sayti orqali demak amalga oshirish imkoniyatini beradi. Bu yerda mana bunday ko'rib turishimiz mumkin bo'ladi tizimdagi. Bu tizim 1987-yildan boshlab aynan aviakompaniya tomonidan yaratilgan va aynan Madridda ma'lumotlar bazalarini ishlash uchun xizmat qiladi. Tizim bo'lib hisoblanadi. Va Amadeus bron qilish tizimi o'z navbatida mana bunday 4 ta qismda o'z ichiga oladi. Birinchisi Amadeus Air, ya'ni avia chiptalar bilan shug'ullanadi. Amadeus Hotel, ya'ni mehmonxonalar tarmog'iga ulanish jarayonlari, Amadeus Car, ya'ni o'nlab mamlakatlarda avtomobillarni ijaraga olish va hokazolarni ko'rishimiz mumkin. Demak, paronim chiptalar, madaniy sport tadbirlar chiptalarini ham o'z ichiga olib keluvchi qismi ham mavjud. Amadeus aynan O'zbekiston bozoriga qaraydigan bo'lsak, aynan tizimga ulanish 3 usulda amalga oshiriladi. Birinchisi statsionar, ya'ni ajratilgan kanallar orqali, telefonlar orqali va internet orqali ulanishga imkoniyat yaratib beradi va O'zbekiston bozoridagi ahamiyatini qaraydigan bo'lsak, bu to'g'ridan-to'g'ri Amadeus O'zbekiston havo yo'llari va mamlakatdagi yirik sayohatlik agentliklari ish jarayonlarida keng qo'llanib kelinmoqda. Hozirgi kunda ham bu avia chiptalarni bron qilish, tariflarni solishtirish, jadvallarni tekshirish, mijozlarga tezkor xizmatlar ko'rsatishni amalga oshirish jarayonini beradi. Va aynan sheriklari Start tizimlar, Smart tizimlar, Amadeus Finlandiya, O'zbekiston havo yo'llari va hokazolarni ham olishimiz mumkin. To'g'ridan-to'g'ri ustunligi bu Yevropa, Afrika, Janubiy Amerika bo'ladi va hokazolar bilan to'g'ridan-to'g'ri hamkorlik qilish imkoniyatini beradi. Va undan tashqari Trelleport tizimi bor, ya'ni bron qilish tizimlaridan bittasi Trelleport.com sayti orqali demak amalga oshiriladi. U ham xuddi shunday Amadeus kabi ishlaydigan tizim bo'lib hisoblanadi. U ham 1987-yilda AQSh va Yevropa aviakompaniyalari tomonidan tashkil etilgan bo'lib hisoblanadi. Dunyodagi global tarqatish tizimlarini o'z ichiga olib ketadi va keng qamrovli texnologik innovatsiyalarni ko'rsatish, foydalanuvchilar bilan ishlash jarayonlarini ham o'z ichiga olib ketadi. Va Trelleport bron qilish tizimi hozirgi kunda qaraydigan bo'lsak, unga aviakompaniyalar 493 dan ortiq aviakompaniyalar, mehmonxonalar, turoperatorlar va avtomobillar ijarasi bilan shug'ullanish imkoniyatini beradi va mobil ilovalar orqali demak sayohatni bron qilish qismlariga keldik. Demak, bu jarayonda mobil ilovalar hozirgi kunda barcha sohada kirib kelyapti. Aynan bular yordamida to'g'ridan-to'g'ri mobil ilovalar zamonaviy sayyohlik sanoatida ajralmas qismiga aylangan. Masalan, to'lov tizimlarini ham mobil ilovalar orqali amalga oshirish mumkin. Yoki bo'lmasa avia chiptalarni yoki mehmonxonalarni bron qilish jarayonida ham mobil ilovalar orqali amalga oshiriladi. Ya'ni avia va mehmonxonalarni topish, avtomobil ijaraga olish, ekskursiyalarga chiqish jarayonlari, barcha xizmatlar bilan demak siz bitta tugmani bosish orqali amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lib borasiz. Ya'ni mobil ilovalar orqali demak har bitta foydalanuvchi birinchi navbatda qulaylik va tezkorlikka ega bo'ladi va shaxsiylashtirilgan tajribalarga ega bo'ladi va real vaqtda yangilanishlar imkoniyatini beradi va integratsiyalangan xizmatlarni ko'rish imkoniyatini beradi. Va WorldSpan, ya'ni sabr tizimlari haqida gapiradigan bo'lsak, worldspan.com saytlaridan ko'rib olish mumkin bo'ladi. Bu yerda eng tez rivojlanayotgan kompyuterni bron qilish tizimlari haqida gapirilgan. Ya'ni Amerikada eng keng tarqalgan, Yevropada Amadeus bo'lsa, Amerikada esa WorldSpan bo'lib hisoblanadi. Va bu yerda ham ko'rishimiz mumkin, demak to'g'ridan-to'g'ri global tarqatish tizimlarini hisoblanadi.
Va bundan tashqari zamonaviy kompyuter va axborot texnologiyalarining eng yuqori tizimlari bilan birgalikda ishlovchi Sabr.com tizimlarini ham keltirishimiz mumkin bo'ladi. Bu esa 112 ta mamlakatda to'g'ridan-to'g'ri amalga oshirish imkoniyatini beradi. Va internetda bron qilish tizimlari ADS deb aytiladi qisqachasiga, ya'ni internetda bron qilish tizimi bo'lib hisoblanadi. Va yana mehmonxona haqidagi ma'lumotlar global tarmoqda o'z veb-saytisiz joylashtirish va dunyoning istalgan burchagida xonalarni bron qilish imkoniyatini beradi. Va uni ichki qismiga qaraydigan bo'lsak, mana bunday ko'rinishdagi sahifasi mavjud va uni imkoniyatlari aynan mehmonxona axborot tizimlari bilan ishlash jarayonlari to'g'ridan-to'g'ri real vaqt rejimida turli xil bron qilish va sotish tizimlarini ham o'z ichiga olib ketadi. Va veb-saytlar turlari haqida gapiradigan bo'lsak, demak, tashrif qog'ozlarini onlayn do'kongacha bo'lgan jarayonlarga olib boradi. Ya'ni vizitkalar, veb vitrinlar, onlayn do'konlar tizimlarini o'z ichiga olib ketadi bu jarayon. Va GDS, ya'ni global bron qilish tizimlarining kelajakdagi va internetdagi savdo jarayonlariga ma'lum bir ta'sirini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni onlayn savdoni o'stirish jarayonida, ya'ni internet agentliklarini yo'q qilmaydi. Ya'ni internet tur operatorlar va sayyohlik agentliklarini bilan birgalikda ishlash imkoniyatini beradi. Ya'ni mijozlar sonini oshirish uchun har doim xizmat qilib boradi. Va turistik ofislarning axborot tizimlari haqida gapiradigan bo'lsak, demak, asosiy funksiyalari bu tur paketlarini taqdim qilish, hujjatlarni yaratish va to'lovlarni nazorat qilish qismiga bo'linadi. Asosiy bajaradigan vazifalar va funksiyalar va mashhur tizimlar haqida gapiradigan Master Tur, Samo Tur va hokazolarni keltirishimiz mumkin. Va avtomatlashtirish qismi bu narxlarni hisoblash, chegirmalar va komissiyalar olish jarayoni va statistik tahlillarni amalga oshirish jarayoni o'z ichiga olib ketadi. Va turistik sanoatning asosiy ishtirokchilari bu to'g'ridan-to'g'ri xizmat ko'rsatish, tur operatorlar, sayyohlik agentliklari va mijozlar bo'lib xizmat qiladi. Va xizmat ko'rsatuvchi provayderlar bu to'g'ridan-to'g'ri tur operatorlar, tur agent va mijozlar sxemasiga bo'linadi. Birinchi navbatda provayderlar bu internet tarmoqlarini yaratib ulab berishadi va keyingi jarayonda tur operatorlar qayta ishlaydi, ma'lum bir xizmatlarni internetga joylashtirish va tur agentlar esa demak ma'lum bir jarayonlarni bron qilish uchun ishlatiladi va mijozlar esa aynan bu jarayonda ko'rish imkoniyatlarini beradi. Va tur operatorlar va sayyohlik agentliklari funksiyalari: tur operatorlar turistik mahsulotlarni shakllantirish, masalan, parvoz jarayoni, turar joylarni, sug'urtalarni hammasini uchun demak xizmat ko'rsatish jarayonini o'z ichiga olib ketadi. Mehmonxonani bron qilish va to'lash tizimlarini ham, narxlar, chegirmalarni ham aynan tur operatorlar o'z ichiga oladi. Va sayyohlik agentlari esa tur operatorlardan dolzarb ma'lumotlarni qabul qiladi va mijozlarga mos turini tanlash imkoniyatiga yordam beradi va ichki hujjatlar almashish jarayonlarini yuritish imkoniyatlarini beradi. Va Samo Tur dasturiy majmuasi haqida gapiradigan bo'lsak, demak, Samo Turdagi mana bunday qismida rasmi va ikki tilli interfeys ruscha, ingliz tilida amalga oshirib boriladi va foydalanuvchilarni bosqichma-bosqich yo'naltirishni maxsus dasturlarni o'z ichiga oladi. Tizim jurnallari mavjud va ularni esa demak Microsoft Word yoki Excel bilan integratsiya qilish imkoniyatini beradi. Ya'ni ma'lum bir ma'lumotlarni yuklab olish, ma'lum bir ma'lumotlarni yuklash imkoniyatini beradi. Samo Tur agentligi tarmoq agentliklari uchun demak yaxshi imkoniyatlarni taqdim qiladi. Ya'ni arxitekturasi haqida gapiradigan bo'lsak, bu mijoz server ma'lumotlar bazasi bo'lib hisoblanadi. Ya'ni 3 darajadagi arxitekturani birlashtirgan texnologiya bo'lib hisoblanadi. Va gibrid yechimlar, ya'ni ba'zi ofislar o'z ma'lumotlar bazalarini aynan mana shu Samo Tur agent
orqali qurish imkoniyatini ham beradi. Va demak, aynan nazorat uchun savollar qismini ham o'z ichiga olib ketadi. Shu bilan esa demak asosiy xulosalarni keltirishimiz mumkin. Demak, biz o'tib ketdik. Demak, GDS haqida tushunchaga ega bo'ldik va internetdagi inqiloblar, ya'ni ma'lum bir onlayn agentliklar haqida ham gapirib o'tib ketdik va ofislar haqida ham gapirib o'tib ketdik va zanjir integratsiyasi, ya'ni provayder, turoperatorlar, agentlar hamda mijozlar aynan bir-biri bilan qanday integratsiyada bo'lganligi va ularni bir-biri bilan qanday hamkorlikda qilinganligini bajarib o'tib ketdik. Shuning bilan demak darsimiz yakunlandi. E'tiboringiz uchun rahmat.